Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bugun yana sarf asoslari batafsil sharh darslarimizni davom ettiramiz. O'tgan safargi darsimizda fe'l boblari demak mavzusida gaplashgan edik. Bugun esa ana o'sha fe'l boblarini ma'nolari haqida gaplashamiz. Ya'ni qaysi bob, qaysi demak vaznlar qanday ma'nolar kasb etadi. O'zi asli bu sarf asoslari kitobimizda mana ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu sarf asoslari ya'ni kitobimizda o'zi asli bu mavzular berilmagan, lekin o'rganuvchilarga to'liqroq ma'lumot bo'lsin degan maqsadda bugun video darslarimizga qo'shmoqchimiz. Chunki bu demak sarf bo'yicha sal yuqori darajada sharhlayotgan dars bo'lgani uchun. Bu sarf asoslari kitobimiz esa boshlang'ich talabalarga, mubtadiy talabalarga demak xoslangan bo'lgani uchun bu mavzuni, bu ma'lumotlarni bu demak kitobimizda keltirmaganmiz. Sababi nega? Xo'p, fe'l boblari deganimizda demak talaba bu ma'nolarni tushunishi uchun u jumlani ma'nolarini jumla ya'ni tarkiblarini tushunish kerak. Ya'ni jumladan xabardor bo'lish kerak. Bu esa nahv fanida o'rgatiladi. Demak, bu ma'lumotlarni biz nahvdan ham qanchadir ilmi bor bo'lgan talabalarga biz fe'l boblarini o'rgatsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu sababdan bu mavzularni biz sarf asoslari kitobiga qo'shmaganmiz. Xo'p, demak, bunga kirishadigan bo'lsak. Hop, fe'l boblarini o'tgan darsda gapirdik. Ya'ni 22 ta bobdan iborat va mana bu yerda biz bitta qo'shimcha qilgan edik. Bir eslatma berib ketilgan xolos mana. Har bir mazid vaznidagi ziyoda harf bir ma'lum bir ma'no kasb etish uchun kiritilgan bo'ladi. Biz demak shu bir dona demak abzasda shu mavzuni ma'lumotni berib ketganmiz, lekin bunga endi chuqur kirishish uchun nima qilamiz? Bu darsimizda alohida kirishamiz. Xo'p, mana bu yerda hozir biz alohida tayyorlab olgan ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, fe'l boblari ma'nolari. Sulosiy mujarrad. Demak, birinchi bo'lib sulosiy mujarrad haqida to'xtalamiz. Asosiy sulosiy mujarradni demak ma'nosi o'ziga yarasha ular ham ma'no kasb etadi, sulosiy mujarrad boblari. Asosiy ishi ikkita demak kategoriya deymiz va ikkita demak ma'noga ko'ra bo'linadi. Al-luzum va al-tajarrud deyiladi. Undan tashqari yana ma'lumotlar bor. Quyida ular haqida oz-moz gaplashamiz. Xo'p, birinchi bo'lib mana sulosiy mujarrad boblari keltirilgan. Mana fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, barcha mana 6 ta bob. Endi mana ma'lumot ketyapti. Sulosiy mujarrad boblari ikki xil ma'noni anglab kelishi mumkin. Ya'ni bu umumiy jihatdan. Birinchisi mana al-luzum, mana ikkinchisi at-ta'addi. Demak, at-ta'addi va al-luzumni ifoda etish mumkin. Al-luzum o'zbekchasiga nima? O'timsizlik. O'timsizlik degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu yerda e'tibor beraylikda, al-luzum deganimiz bu yerda masdar ma'nosi. Shuning uchun o'timsizlik degan ma'noni ifoda etadi. Agarda al-lazim desak, al-fi'lu lazim desak, lozim fe'l desak, bunda o'timsiz fe'l degan bo'lamiz. Ya'ni o'tmaydigan fe'l. Bu o'zbek tilida ham o'zi asli o'timsiz, o'timli fe'llar bor. Xo'p, endi ta'rifini o'qiymiz. Bu foildan maf'ulun bihi. Mana maf'ulun bihi deb arabchasini yozdik. Ga bevosita ko'chib o'ta olmaydigan fe'l turi. Ya'ni fe'l ko'chib o'tish kerak. Ya'ni fe'l, misol uchun mana qoida, qu'ud, o'tirishlik ish harakati bo'lsa, mana bitta fe'l ish harakati. Uni bajaruvchi kishi bor. Va endi bajarilmish bor. Bajarilmish maf'ul deyiladi, to'g'ri? Ana o'sha bajarilmish, endi arab tilida bajarilmish ham bir necha turi bor, maf'ulun bihi, maf'ulun li ajlihi, fihi, bir qancha demak maf'ullar bor. Bu yerda faqat maf'ulun bihiga nima ta'diyat qila olmaydi. Maf'ulun bihi, maf'ulun li ajlihi lega ta'diyat qilishi mumkin bu fe'limiz. Faqatgina maf'ulun bihiga demak ta'diyat qila olmaydi. Demak, aytibdiki, foildan maf'ulun bihiga bevosita omil bo'lib ta'sir o'tkaza olmaydigan fe'l turi. Endi qaranglar. Foildan maf'ul ko'chib o'tish nimaligini bildik. Maf'ulda demak ish harakati uni ustida sodir bo'ladi, foil uni bajaradi, demak uni ustida demak omil bo'lib to'g'ridan-to'g'ri lafziga ta'sir o'tkaza olmaydi. Bevosita dedik. Demak, bil vosita o'tishi mumkin ekan.
Misol qoida Muhammadun. Mana qoida mana bu yerda i'robini berganmiz. Hop, demak bu yerda mana i'robini berganmiz. Mana qoida mozi ma'lum fe'li fathiga mabni alomati zohiriy zamma. Kelinglar shuni arabchasini ham aytamiz. O'zi arab tilida arabiy i'roblansa o'zi maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Hop, demak qoida fi'lul madi mabniun ala al-fa'il yokida al-ma'lum desak ham bo'ladi. Mabniun ala al-fa'il deganimiz ma'lum degan ma'noda. Mabniun ala al-fath علامته أو الفتحة الظاهرة. bu yerda hozir tayyorlagan ma'lumotimizda i'robini yozmayman. Demak, qoida fi'lul madi mabniun ala al-fath alamatuhu fathatun zahira mabniun ala al-fa'il أو المعلوم. محمد فاعل مرفوع علامته الضمة الظاهرة على الجار الكرسي مجرور. محمد فاعل مرفوع علامته الضمة الظاهرة. mana bu yerda o'zbekchasini berganmiz. Muhammad fe'lning fa'ili, mana qoida fe'lning fa'ili marfu alomati zohiriy zamma. Hop, bu misoldagi fe'l lozim bo'lgani uchun, bu fe'l demak bu misoldagi fe'l maf'ulun bihisini bevosita mana qoida Muhammadunul kursiyya shaklida keltirish imkonsiz. Mana o'zi asli mana qoida Muhammad o'tirdi deyildi, to'g'rimi? Muhammad o'tirdi. Xo'p. Qayerga? Kursiga. Al-kursiyya deb maf'ulun bihi keltirishimiz mumkin emas. Bunday imkoniyatimiz yo'q. Bu ishni faqatgina vositalar orqali bajarish mumkin. Misol uchun alal kursiy desa, mana bu yerda mana qoida Muhammadun alal kursiyyi deyiladi. Bu yerda vosita orqali demak maf'ulun bihi keltirilgan. Hozir buni i'robini ham gaplashamiz. Xo'p, bu haqida qo'ydi. Mana bunday fe'llarni lozim fe'l o'timsiz deyiladi. Mana ya'ni bu yerda qoida fe'l al-jar wal majrur mutaalliqani bi fi'lil qoida fi mahalli nasb maf'ulun bihi. Ana e'tibor beraysizmi? Bular nasb fi mahalli nasb, ya'ni nasb mahallida deyiladi. Nasb o'rnida, ya'ni mansub, ya'ni maf'ulun bihi o'rnida turibdi deb i'roblanadi. Tushunarli? Xo'p. Demak, asli ma'no jihatdan bu maf'ulun bihi de. Shunchaki bu fe'limiz qoida lozim fe'l bo'lgani uchun maf'ulun bihiga to'g'ridan to'g'ri omil bo'lib ta'sir o'tkaza olmadi, uni nasb qilishlik uchun. Shu sababdan biz jar harfini keltirdik yordamchi qilib va maf'ulun bihi bo'lishiga qarash vordik, yordam berib Shu sababdan bu kursi o'zi asli maf'ulun bihi, ya'ni ma'nosi shunday. Tushunarli? Maf'ulun bihi ma'nosida. Shunchaki lafzda sal o'zgarish bo'lyapti, xolos. Baribir ham ma'nosi shu. Muhammad kursiga o'tirdi. Xo'p, endi qaranglar, lozim fe'l dedik. Yana bitta misol keltirdik. Qoma Zaydun. Qoma fe'l mozi ma'lum fe'li fathi mabni alomati zohiriy fatha. Bu yerda ham i'robladik. Zaydun fe'lning fa'ili marfu alomati zohiriy zamma. Xuddi yuqori dedik. Endi bu yuqorida mana qoida fe'lini lozim fe'l dedik, to'g'rimi? Qoma ham lozim fe'l, lekin ozgina ular o'rtasida farq bor. Hozir o'shani gaplashamiz. Bu misoldagi fe'l ham lozim fe'l hisoblanadi. Yuqoridagi misoldagi fe'ldan farqi bu fe'lni umuman maf'ulun bihisi mavjud emas. Yuqorisida o'zi asli maf'ulun bihisi bor. Maf'ulun bihi bilan keltira olamiz qoida fe'lini. Faqat bevosita emas. Bilvosita keltira olamiz. Bu fe'l umuman maf'ulun bihisi yo'q. Bu qoma Zaydun deyilganda maf'ulun bihi, ya'ni nima ishni ustida sodir bo'ladi? Turishlik ish harakati, ya'ni turishlik ish harakatining fa'ili bo'ladi, xolos bo'ldi. Shu sababdan bu fe'llarni nima deymiz? Maf'ulun bihisi umuman mavjud emas deymiz. Bunday bo'lishi aqlan ham tasavvur qilinmaydi. Ya'ni qoma turishlik ish harakati nima ustida sodir bo'ldi deyilmaydi, aqlan olib qaralsa. Shu sababdan bunday fe'llarni huwa maktafa bi fa'ilihi deyilgan. Ya'ni mutaqaddim qadimgi kitoblarda, nahvu kitoblarida ko'rsak, ya'ni lazim fe'l nima desa, huwa maktafa bi fa'ilihi, ya'ni fa'ili bilan kifoyalangan fe'l deyiladi. Ya'ni buni umuman maf'uli yo'q, turishlik ish harakati bo'ldi, buni bajarilmish so'z turkumi unaqa yo'q. Bu demak fa'ili bilan kifoyalangan deyilsa nima tushunilar ekan desa, maf'uli tasavvur qilinmaydigan fe'l. Tushunarli? Ya'ni uni maf'uli yo'q. Eslatma, lozim fe'llardan majhul siga yasash mumkin. Mana shuni ham inobatga olib qo'yaylik. Lozim fe'llardan majhul siga, mabniun alal maf'ul deyiladi. Demak majhul fe'l yasash mumkin. Buning sharti noib fa'il jar harfi yoki shu kabi vositalar bilan ishlatiladi. Misol mana qu'ida alal kursiyyi. Mana qu'ida, mana qoida fe'lini qu'ida qilib fu'ila vaznida majhul ko'rinishda ishlatishimiz mumkin.
ba'zi kitoblarda bu mumkin emas deyiladi. Ya'ni ularni nima deb tushunsak bo'ladi? Mutlaq holatda hech qanday jar harfisiz ishlatib bo'lmaydi degan maqsadda tushunishimiz mumkin. Lekin qaydlangan holatda tushunadigan bo'lsak, ya'ni lozim fe'llarni jar harflari bilangina ishlatsa bo'ladi. Oddiy o'zini ishlatsa bo'lmaydi desa, bu gap to'g'ri, bu qoida to'g'ri bo'laveradi. Tushunarli? Misol uchun zarflar bilan ham ishlatish mumkin bu lozim fe'llarni. Demak bu asli o'sha sarf nahv fanida chuqur o'rganiladi. Biz endi sarf fanida ozgina kirishib o'tyapmiz xolos. Demak, qoida mozi fe'l fathaga mabni alamati zohiriy zamma. على الجار والكرسي مجرور أنا قاعدة في المتعلق من في محل الرفع من رفع ورندا نائب فاعل قليلا من أي رابع في محل رفع نائب فاعل demak bu fe'lga biza foili bo'lmaganidan keyin to'g'rimi ma'lum majhul fe'llarni foili bo'lmaydi, o'rniga noib foil keltiriladi. Bu fe'limizda qani desa, demak al jor majrurimiz fi mahalli raf bo'lib turib, raf mahallida bo'lib turib noib foil vazifasini bajaradi. Qaranglar, biz o'rganib qolganmiz, misol uchun jarf harflari fadli, ya'ni jumlada ikkinchi darajali bo'lak bo'ladi deb o'rganganmiz-ku. Qaranglar, ba'zi holatlarda bu birinchi darajali gap bo'lagi bo'lishi ham mumkin ekan. Tushunarli? O'zi asli haliga bu nima tepada yuqorida maf'ulun bihi o'rnida edi, fi mahalli nasb edi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa fe'limiz majhul siyg'aga o'tkazilgandan keyin o'zi maf'ulun bihi noib foilga o'tardi, to'g'rimi? Raf o'rniga o'tardi. Xuddi shunaqa mana tepadagi maf'ulun bihimiz fi mahalli nasbdan fi mahalli rafga o'tib turib noib foil vazifasini bajaryapti. Ana. Bu demak lozim fe'l haqidagi qisqacha to'xtalgan gaplarimiz bo'ldi. Xo'p, sulosiy mujarrad yana qaysi turga bo'linadi? At-ta'addi, o'timlilik. O'timlilik, at-ta'addi o'timlilik degani mutaaddi bo'lsa, bu ismi foil vaznida, ya'ni o'tuvchi degan nima ma'nosida bo'ladi. Ya'ni al-fi'lul mutaaddi desa, o'tuvchi fe'l. Al-fi'lul lazim desa, demak o'timsiz fe'l bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, demak, endi o'timli va o'timsizlikni bildik. O'zbek tilida ham demak, o'timli, o'timsiz deymiz. Fe'ldan maf'ulga, bajaruvchidan bajarilmishga demak fe'l ko'chib o'tsa, bu o'timli fe'l bo'ladi. Bu fe'l foildan maf'ulun bihi ga bevosita ko'chib o'tadigan fe'l. Ya'ni bevosita deganimiz lafzan bemalol nasb qila oladi fe'limiz. Ana darabtu zaydan, mana daraba fe'l, mana mozi fe'li qaranglar. Birinchi o'qib olaylik. Darabtu demak men urdim Zaydni, o'zbekchasini aytib oldik, to'g'rimi? Ma'lum mozi fe'li taqdiri fathaga mabni. Qaranglar, bu o'rinda shuni qo'shimcha qilib ketishimiz kerak. Ba'zi mutaaxir ulamolar nima deyshadi? Zamanga mabni deyshadi. Yoki mutaqaddim ulamolar bo'lsa sukunga mabni deyshadi. Nima taqdiri fathaga mabni deyshadi. Chunki mozi fe'li doim oxiri fatha bo'ladi deyshadi. Bu haqida maqola, video, darslar ham chiqarganmiz. Mana linki hozir chiqaramiz tepada, ko'rib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Uning zohir bo'lishidan oriziy sukun man qilingan. Ya'ni taqdiriy fathamizni, ya'ni bu yerda tu zamir keltirilgandan so'ng harakatli zamir o'zidan oldingisini u sukunga aylantiradi. Ana o'sha oriziy sukun fathani zohir bo'lishidan demak nima qildi? Man qildi. Chunki ikkita harakat barobar kelib qoldi. Yo sukunli bo'lish kerak, yo harakatli bo'lish kerak. Endi bitta harfda ikkita demak nima holat bo'lishi mumkin emas. Yo sukun bo'lish kerak, yo fatha bo'lish kerak. Demak biz sukunni keltirdik. Keyinchalik bu zamir sababidan. Xo'p. Tu muttasil zamir foil. Mana zamirimiz tu zamiri edi. Antani muttasil ko'rinishi. Demak bu kitobimizda ham xudo xolasa bu haqida yana keladi. Muttasil zamir foil bo'ldi. Demak raf o'rnida. Zaydan maf'ulun bihi mansub alamati zohiri fatha. Mana bunda zohiri alomatlar bilan demak bu maf'ulun bihimiz ko'rinib turibdi lafzlarda. Va fe'limiz nima bo'ldi? Hech qanday vositasiz to'g'ridan to'g'ri demak maf'ulun bihiga ta'diyat qila oldi. Xo'p, endi bunday fe'llarni al-mutaaddi, o'timli fe'llar deyiladi. Yuqoridagi sulosiy mujarradning 1 va 5 boblaridagi fe'llar lozim ham mutaaddi ham bo'lib kelishi mumkin. Oxirgi bobda 6-bobda esa faqatgina lozim ma'nosidagi fe'llar keladi. Mana. Xo'p, yuqorida mana jadvalimiz 6 ta bob edi. Demak, biz o'zi lozim bilan mutaaddi nimaligini tushunib oldik.
endi birinchi va beshinchi mana 1 2 3 4 5 mana shu 5 talar bizni demak bobimizda kelgan fe'llar mana doroba nasora mana demak ham lozim fe'llar ham mutaaddi fe'llar shu ko'rinishlarda mana fa'ala yaf'alu ko'rinishda kelaverar ekan. Lekin 6-bob bundan mustasno. 6-bobda faqatgina lozim ma'nosidagi fe'llar keladi. Demak shundan bilib olamiz. Demak fa'ala yaf'ulu bobida turgan bo'lsa bir dona fe'l. Demak u aniq lozim ma'nosida ekan. Mana fe'lning ma'nosini lug'atdan yoki boshqa joydan bilmasdan turib fa'ulami, demak bu aniq lozim fe'lligini bilib olamiz. Lekin tepadagilarcha desa, endi uni ko'rish kerak. Ma'nosini ko'rish kerak. Shu o'rinda yana bir qo'shimcha, mana hozir biz demak lozim va mutaaddi nimaligini bilib oldik, lekin mana ba'zi ulamolar aytadi, misol uchun fa'ila yaf'ilu mana fa'ila yaf'ilu mana fa'ila yaf'ilu bobida asosan kishida doim bo'lib turadigan sifatlar, uni xulqini ifoda etadigan sifatlar keladi deyshadi. Demak mana shunga o'xshash yana bu boblarning ma'nosi bor. Buni yana chuqurroq o'rganilganda bular zohir bo'laveradi. Keyinchalik buni o'rganamiz. Hozir endi biz nima qilamiz? Sulosiy mazidga o'tamiz. Demak, chunki yuqorida aytganimiz xohlasa boshlang'ich emas, bir ozgina nahvdan bilimi bor bo'lgan, baribir boshlang'ich hisoblanadi bu ham. O'shalarga yetarli demak ma'lumot bo'ldi. Sulosiy mazid. Xo'p, demak bizda mana sulosiy mazidda 12 ta bobimiz bor, 12 ta vaznimiz bor. Hop, birinchi biz af'ala yuf'ilu vazni ma'nolari haqida gaplashamiz. Demak, fe'l, misol uchun sulosiy mujarradda mana akroma deyilgan edi. Sulosiy mujarradda bu fe'l karuma edi. Fa'ula vaznida. Mana fa'ula, ya'ni 6-bobda turgan edi. Bunga biz hamzani ziyoda qilib, fa barobarini sukunli qilib, aynini fatha, oxirini fatha, af'ala ya'ni vazniga soldik, to'g'rimi? Fa'ulani af'alaga solib, demak alif ziyoda qilib turib shu vazni yasagan edik. Ana shu hamzani nima ma'nolari bor? Nima ma'nolarni ifoda etadi bu hamza? O'sha haqida gaplashamiz. Af'ala. Hop, demak lit-ta'diya. Demak ko'p holatlarda o'timli qilish ma'nosida. Ya'ni ko'p holatlarda degan joyini o'zimiz qo'shganmiz. Ya'ni ko'pincha af'ala vaznida kelgan fe'llar ta'diyat qilish uchun keladi. Ya'ni sulosiy mujarradda yuqorida mana karuma dedik-ku, sulosiy mujarradda ham mana karuma karamli bo'ldi, hurmat e'tiborli bo'ldi degan ma'noni ifoda etadi. Akromaga solsak, demak birovni o'zi sharafli, hurmatli bo'lardi inson va ya'ni kimdir uni sharafli, kimdir uni hurmat qiladi. Shu ma'noda edi. Endi af'ala vazniga o'tkazganimizda birovni endi hurmat qilish ma'nosida bo'ladi. Mana akramtuhu. Mana bu lozim fe'llar bilan mutaaddi fe'llarni ajratishning bitta usuli. Mana lug'atlarda ularni ajratib olish uchun hu zamiri bilan qaysi fe'l berilgan bo'lsa, demak u mutaaddi ma'noda bo'ladi. Mana akramtu, akrama demak fe'li edi. Mana oxiri taqdiriy fathaga mabni, akrama fe'li, oriziy sukun uni nima zohir bo'lishidan man qilgan. Tu fa'ili va hu zamiri uni maf'ulun bihisi. Mana maf'ulun bihisini shunday zamir ko'rinishida ko'rsatib qo'yilgan lug'at kitoblarida. Tushunarli? Akramtuhu, hu zamiri bilan qaysi fe'l keltirilgan bo'lsa, demak u mutaaddi fe'l bo'ladi. Demak akramtuhu, uni hurmat qildim. Ya'ni kimdir kishini hurmat qilgan bo'ladi. Ya'ni sulosiy mujarradda lozim ma'noda bo'lgan fe'lga hamza ziyoda qilish orqali uni mutaaddi ma'noga o'zgartiriladi. Mana karuma fe'li sulosiy mujarradda mukarram bo'ldi degan ma'noni ifoda etadi. Uni sulosiy mazidning birinchi bobiga solib o'tkazilsa mutaaddi bo'lgan hurmat qildim ma'nosi kasb etdi. Agar fe'l sulosiy mujarradda bir maf'ulga ta'diyat qilgan bo'lsa, mana qaranglar, bu ikkinchi demak ta'diyat qilish bitta uni bir umumiy bir ish bo'ladigan bo'lsa, umumiy bir uni qismi bo'ladigan bo'lsa, uni ichidagi yana bitta qismlab ketyapti. Tushunarli? Qismlanib ketyapti. Ya'ni lozim fe'l bo'lgan fe'llarimizda nima bo'ldi? Shunchaki mutaaddiga o'tkazdi. Asli mutaaddi bo'lgan fe'llar bo'lsa-chi desa, hop, agar fe'l sulosiy mujarradda bir maf'ulga mutaaddi bo'lgan bo'lsa, ta'diyat qiluvchi bo'lgan bo'lsa, af'ala vazniga solganda ikki maf'ulga ta'diyat qiladi. Mana afhamtuhul mas'alata. Mana afhama o'zi mana fahima bir narsani tushunish edi. Fahimtul kitob desa kitobni tushundim. Afhamtuhu unga tushuntirdim bo'ldi, to'g'rimi? Al mas'alata, masalani unga tushuntirdim.
Hop, demak nasib ko'rinishi bo'lgani uchun hu zamiri keltirildi. Al mas'alata endi ikkinchi maf'ul bo'ldi. Bu mabni bo'lgani uchun zamirlarimiz bu yerda fathasi ko'rinmagan. Al mas'alata demak fatha alomati, nasb alomati shunda zohiran ko'rinib turibdi. Hop, xuddi shunday fe'l sulosiy mujarradda 2 maf'ulga mutaaddi bo'lgan bo'lsa, sulosiy vaziyatga solganda 3 maf'ulga mutaaddiyyat qiladi. Mana a'lamtuhul ilma nafi'an. Unga ilmni manfaatli deb bildirdim. Mana a'lama fe'l bo'ldi, tu fa'il bo'ldi. Demak, fe'lni bir dona fa'il bo'ladi. U ham odatda albatta. Chunki tanazu' bobida bitta fe'lga ikkita fa'il ham bo'lib qolishi mumkin. Bu nahv fanida o'rganlar. Xo'p, demak, hu birinchi demak maf'uli bo'ldi, maf'ulun bihisi ikkinchi al-ilma ikkinchi maf'ul bihisi, nafi'an uchinchi maf'ul bihisi bo'ldi. Unga ilmni manfaatli deb bildirdim. Ya'ni manfaatli ekanini bildirdim, o'rgatib qo'ydim unga. Tushunarli? Xo'p, demak bu af'ala vaznini ta'diyat qilish xususiyati edi. Ma'nosi ta'diyat qilish ma'nosi edi. Endi uni ham ichida mana umumiy 3 xil ko'rinish bo'ldi. Sulosiy mujarradda demak lozim bo'lganini bitta fe'lga o'timli qildi. Sulosiy mujarradda bitta fe'l maf'ulga o'timli bo'lganini ikkitaga qildi, ikkitalikni uchtalik qildi. Demak, buni ichlarida qismlariga bo'lindi. Endi hop, endi keyingi ma'noyimiz lis-sayrurati. Ikkinchi af'ala vaznini sayrura ma'nosi bor, o'zgartirish degan ma'nosi, o'zgartirish uchun keladi. Endi qaranglar, shu o'rinda bir narsani birinchi aytib ketishimiz kerak. Af'ala vazniga solganda qaysi fe'l qanday ma'no kasb etayotganini endi lug'at kitoblari orqali, tajriba orqali, jumla siyoqi orqali, fe'lni o'zini ma'nosi orqali o'rganiladi. Shu sababdan bir dona fe'l birdaniga nechta ma'noni ifoda etayotganini, qayerdan qaysi ma'noni ifoda etayotganini sekin-sekin kitoblar o'qish orqali bilinib olinadi. Buni zavq deyiladi, zavq salim deyiladi. Arab tilida shunaqa zavq paydo bo'lganida qaysi fe'l qaysi ma'noda ifoda etayotganini bittada ko'rib bilib oladi. Uning uchun ko'p arab tili bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Badiiy kitoblar o'qish kerak, tushunarli? Xo'p, ya'ni badiiy deganimiz o'sha adab deyiladi, adabiyot deydi o'zimizda ham. Xuddi shunaqa kitoblar o'qish kerak ko'proq. Ya'ni biror narsani fe'lning masdariga taalluqli qilish va ega bo'lish ma'nosini ifoda etadi. As-sayrura. Sayrura degani o'sha o'zi o'zgartirish, soro degani o'zgardi degani, to'g'rimi? Misol uchun, qaranglar, bir narsani, e'tibor bering, bir narsani fe'lning masdariga taalluqli qilish, mana fe'l masdariga mansub ekanini, taalluqli ekanini bildirish uchun yoki mana ega bo'lish ma'nosini bildirish uchun shu sayrura ma'nosini ifoda etadigan af'al vaznida. Misol qaranglar. Ahsoda zar'u, ziroat yig'ish vaqtiga kirdi, ya'ni pishdi. Qaranglar. Hasoda degani sulosiy mujarradda o'zi hasoda degani mutaaddi ma'noda terib olish degan ma'noni bildiradi. Hasdun degani terib olish, hasoda terib oldi. Terib oldi. Ahsoda bo'lsa-chi desa, ana o'sha terib olishlik ish harakatiga haqli bo'ldi, ega bo'ldi, terib olish vaqti keldi. O'shanga terib olishlik ishimida masdar, o'sha masdariga mana taalluqli ekanini bildirish dedik-ku. Terib olishlik ish harakatiga ziroat demak taalluqli bo'ldi. Ya'ni terib olish mumkin bo'ldi degan ma'noda, tushunarli? Demak, ahsoda zar'u desa terib olish vaqti kirganini, ya'ni pishib yetilganini bildiradi. Bu balog'atliroq gapda. Misol uchun terib oldi demeydi, pishdi demeydi. Ahsoda zar'u desa, demak terib olish vaqti keldi. Endi terib olish kerak degan ma'noda. Endi keyingisimiz asbahna deydi. Subhga kirdik, ya'ni subhli bo'ldik. Demak, subh deganimiz o'zi kun yorishi, kun kirishi, demak ma'nolarini bildiradi. Demak, uni af'ala vazniga solganimizda, demak subh vaqtiga kirdik, e'tibor beraylikda. Bu yerda ya'ni subhli bo'ldik ma'nosida. Asli biz bu yerda bir falsafiy jihati, mantiqiy jihatiga e'tibor berishimiz kerak. Buni o'qigan odam o'ylash mumkin-da, o'zgartirish, aylantirish ma'nosi bilan va bir vaqtga kirish ma'nosini nima aloqasi bor deb o'ylash mumkin. Bu mana hozir ajbalani ham keltirilgan, tog'ga yetdik, ya'ni tog'li bo'ldik ma'nosida. Mutaqaddim ulamolarning kitoblarida ya'ni mana shu asbaha va ajbala, ya'ni bir joyga kirish, makonga yokida bir zamonga kirishni mana shu sayrura ma'nosi bilan ifoda etilgan. Hozirgi zamonaviy kitoblarda buni shunchaki bir zamonga kirish,
bir makonga kirish deb shunchaki ta'riflab qo'yishgan xolos. Ya'ni alohida soyrura ma'nosi emasda, alohida zamonga kirish, makonga kirish deb alohida demak bo'limga bo'lishgan. Savol nimaga demak qadimgi kitoblarda subhga kirish yoki soyrura ma'nosiga qo'shib berilgan bu. Sababi endi sal chuqurlashamiz. Asbaha fe'li mana demak subh kirishiga nisbatan aytilyapti. Mantiqan o'ylasak, subhga biz kirmaymiz. Subhga biz kirmaymiz. Demak, zamon falsafiy tushuncha. Kishi bir joyda turadi va zamon uni atrofida aylanadi. Shu sababdan demak zamonlar aro sayohat mumkin emas. Sayohat qila olmaysiz. Chunki siz bir zamondan ikkinchi zamonga ko'chib o'ta olmaysiz. Zamon sizni ustingizda aylanadi. Endi subhga kirdik degan vaqtimizda buni mana hali yuqorida aytdik, mutaaxir kitoblarda kirish, bir zamonga kirish deb endi bir talabalarga tushunishga oson bo'lsin degan maqsadda aytilgan gap, lekin asli siz zamonga kira olmaysiz. Demak, asbahna degan vaqtda siz subhga kirmaysiz. Subh sizni demak ustingizga kirib keladi. O'zbek tilida ham tong otdi deymiz. Tong otdi. Mantiqan o'ylab qaralsa, bu to'g'ri gap. Chunki siz joyingizda turasiz, siz uxlayapsizmi, turganmisiz, farqi yo'q, qayerdasiz, tong otadi. O'zi otadi, ya'ni albatta uni ottiruvchi kishi bor, Xudo taolo bu ishni bajaradi. Siz bu ishni bajarmaysiz. Shu sababdan biz mana til, o'zbek tilini bir ota-bobolarimiz ham o'ylab, aql bilan gapirishganda, tong otdi. Tun kirdi deb ishlatishgan. Demak, siz joyingizda turasiz, tun sizning ustingizga kirib keladi. Chunki u zamon, zamonning nomi, tun zamonning nomi. Chunki siz makon bo'lsa, siz makonga siz kirib kelishingiz mumkin, lekin zamonning ustiga kirib kela olmaysiz. Shu sababdan subhga kirish degan gap, biz kirishimiz bu xato gap. Shu sababdan demak mutaqaddim ulamolar nima deb aytishgan? Ya'ni subuhli bo'ldik. Mutaqaddim ulamolar nima? Subuhlik bo'ldik, asbahnani subuhli bo'ldik. Ya'ni sirna zavis sabah. Ya'ni subuhli, biz subuh egasi bo'ldik degan ma'noda ishlatishgan. Chunki buni shunaqa deb demak ta'riflashgan, shunaqa deb izohlashgan. Asbahna degan demak jumlamizni. Xo'p. Demak, asbahnani ma'nosi sinna zavis sabah degan ma'noni ifoda etar ekan. Daxolna fi sabah emas. Daxolna fi sabah bo'lsa haligi gap. Siz kira olmaysiz subhga. Unaqa bo'lsa hozir borib tunga kirib oling. Yo'q, imkoningiz yo'q. Unaqa qila olmaysiz. Demak, tun sizning ustingizga kirish mumkin. Ajbala jabal so'zidan, tog' so'zidan olingan. Tog' ajbala bo'lsa, demak tog'ga yetdik. Vasolna ilal jabal degan ma'noda, to'g'rimi? Endi buni haligi bu vasolna ilal jabal deganimiz mutaqaddim mutaaxir ulamolarning gapiga ko'ra bo'ladi. Ya'ni asli sinna zavil jabal degan ma'noda o'zi asli. Ya'ni tog'li bo'ldik degan. Xuddi shunaqa bu ham nimaga o'zi asli bu gapni ishlatildi. Bu qaraylik, demak zamonga yuqoridagi misolda zamonga nisbatan demak kirish so'zini ishlata olmasligimizni aytdik nimaga. Endi jabalga kirish so'zini ishlatsa bo'lar-ku, vasolna ilal jabal desa bo'ladi-ku. Ha, lekin bu vasolna so'zidan vasolna ilal jabal degan jumla bor-ku arab tilida. Nimaga ajbala so'zi bilan uni ifoda etilyapti? Bu balog'atliroq ko'rinishi. Shunchaki duxul emas. Buni haligi gapda mutaaxir ulamolar shunchaki buni duxul ma'nosida, duxul yoki vasolna ilal jabal degan ma'noda ligini ifodalab talabani ongiga sal yengilroq demak tushunishi uchun qilib berishgan. Asli sinna zavil jabal ma'nosida, vasolna ilal jabal ma'nosida. Ya'ni biz o'zgarib qoldik, ya'ni tog'li bo'ldik deyilmoqchi. Ya'ni tog' egasimiz. Ya'ni tog'ni ichiga kirgandik demayapti, tog'ni ustiga chiqdik demayapti. Tog'imiz bor demoqchi. Bu kengroq ma'noni ifoda etadi, haligiga balog'atliroq. Bu o'zimizda ham, o'zbek tilida ham bordi. Misol uchun nima deymiz? O'g'illi bo'ldim, qizli bo'ldim deymiz. To'g'rimi? Xotinim tug'di desa, qo'pol gap chiqardi. Xotinim tug'di, ya undan ko'ra farzandli bo'ldim deyish chiroyliroq, balog'atliroq, fasihroq gap bo'ladi. Mashina sotib oldim yoki falonchi menga mashina sovg'a qildi deb o'tirmaydi, mashinali bo'ldim deydi, yoki uyli bo'ldim, vatanli bo'ldim deydi. Ya'ni bu balog'atliroq, adabiyroq
demak jumla tuzgan bo'ladi. Xuddi shunday ajbalna desa tog'ga yetdik. Xuddi shunaqa jabal so'zini o'rniga misol uchun Yamanni qo'ysa bo'ladi. Yaman shahri, Yaman davlati desak bo'ladi. Ajbalna desa aymanna desa demak Yamanga yetdik. Amsoro desa Misrga yetdik degan bo'ladi. Demak bu nima? Bu kengroq, balog'atliroq tushuncha. Yana bir shuni aytishimiz mumkinki, bu yerda majoz ma'nosi ham bor. Bu yerda amsoro deganimizda mana daxolni nimaga daxoltu fil Misr deyilmayapti. Vasaltu ila Misr deyilmayapti. Haligi gap. Daxola fe'lida o'zi asli ikki qadamni, ikki oyoqni ishlatish kerak. Daxoltul bayta desa, duxul so'zi bilan ikki oyoq ishlatildi. Ya'ni qachonki siz ikki oyog'ingiz bilan qaysi bir joyga kirib borsangiz, daxoltu so'zini ishlata olasiz, daxola fe'lini. Lekin bu yerda Misrga siz oyog'ingiz bilan kirasizmi? Odatda unday emas. Bu qanaqadir bir ulov minib kirasiz. Tarixda ham misol uchun tuya minib kirishgan. Ya'ni shahardan shaharga sayohat qilganda bu yerda o'sha amsoro so'zi o'sha shaharga kirib kelingan vaqtda ishlatilgan. O'zingiz kirib kirmaysiz, qanaqadir ulovda kirib kelasiz. Hozir ham misol uchun samolyotda unda kirib kelishingiz mumkin. Bu yerda o'sha majoziy ma'nosi ham iroda qilinyapti. Demak, oddiygina kirish ma'nosini emas, undan chuqurroq ma'noni ifoda etilganda shu ajbala so'zini ishlatiladi. Bu haligi bu o'zi asli mana balog'at faniga oid bo'lgan nima tushunchalar hisoblanadi bu. Mana hop, endi mana sharhlayapmiz. Hasdun fe'li hosilni yig'ib olish degan ma'noni bildiradi. Af'al vazniga solganda mana buni tushuntiryapmiz. Esa ziroat fe'lining foili fe'lga taalluqli bo'lgan, ya'ni yig'ish mumkin bo'lganini, pishganini bildiradi. Hamda ham jabalga taalluqli bo'ldim, tog'ga taalluqli bo'ldim, subhga taalluqli bo'ldim, subhmormanda degan ma'nodada. Qolgan misollarda ham zamon makonga mansub bo'ldik, yetdik ma'nolarida. Chunki o'sha zamondamiz biz degan ma'noni bildiradi. O'sha zamonimiz bor degan. Xo'p, endi keyingi ma'nosi li vujudi shay'i ala sifatin. E'tibor beringlar-da. Qaranglar. Yuqorida biror narsani deyildi. Bu yuqoridagi misolda biror narsani deyildi. Biror narsani. Bu yerda aynan misol uchun qaranglar, yuqoridagi ta'rifimizda biror narsani fe'lning masdariga taalluqli qilish ma'nosini ifoda etadi deyildi. Biror narsani e'tibor bersak, fa'il yukida maf'ul deyilmoqchi bo'lgan bu yerda. Shu narsani ochib ketishimiz kerak yaxshilab. Ya'ni asbahnada haliga biz maf'ulmiz. Na fa'il o'zi jumlada bu fa'il asbahna. Mana bu yerda e'tibor bersak, mana asbahna na zamirimiz fe'lning fa'ili, lekin fe'lni mana shu zamir bajaryaptimi? Yo'q, qarang, mana bu balog'atli gapda. Asli jumlada fa'il bo'lib turibdi, lekin fa'il fe'lni subhga kirish fe'lni bajarmayapti. Tushunali? Bu yerda o'sha biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan balog'atli jihati shu yerda. Fe'l asli fa'il emas. Shunchaki bu fa'il mana fe'lning masdari bor-ku, ana o'shanga taalluqli bo'ldi. Shuni ko'rsatyapmiz. Mana shu naga taalluqli bo'ldi. Nima? Ya'ni na subhga taalluqli bo'ldi. Tushunali? Mana ahsodada ham, mana ahsoda fe'li yig'ib olish. Az-zar'u, zar' o'zini-o'zi, ya'ni ziroat o'zini-o'zi terib olmaydi-ku. Bu maf'ul o'zi asli. Maf'ul terib olish vaqti bo'ldi desa, ya'ni maf'ul o'zi asli demak hasodaga nima anaqa mansub bo'lganini bildiryapti. Lekin bu jumlamizda fa'il. Ana shu fa'il demak fe'lga taalluqli bo'lganini, fe'lni ma'nosiga aslul fi'l deyiladi. Fe'lning asliga taalluqli bo'lganini ko'rsatyapmiz. Tog'ga yetdik degish uchun ajbalna bo'lish kerak. Ajbala deb qo'yamiz. Xo'p, demak ajbalna bunda endi haqiqiy fa'il. Mana bu yerda asbahnada haqiqiy fa'il emas edi. Subhsiz ustingizga kirib keladi. Ajbalnada haqiqiy mana shu zamir jabalga yetgan. Bu yerda mana haqiqiy fa'il. Bu yerda ma'nan fa'il, ya'ni ma'nan fa'il emas, ma'nan maf'ul. Lafzan fa'il. Bu yerda ham lafzan ham ma'nosi jihatdan ham bu fa'il bo'ladi. Mana demak biror narsani deganimizda shuni bilib olishimiz kerakki, bu asli maf'ul ham bo'lishi mumkin, fa'il ham bo'lishi mumkin. Tushunali? Endi qarang, keyingisida li vujudi shay'i, xuddi shunaqa bunda ham mana li vujudi shay'i deb berganmiz, bir narsani degan ma'nodada, biror narsani. Li vujudi shay'i ala sifatin, bir narsani biror bir sifatda ekanini bildirish uchun. Qaranglar, vajada degani, vajada yajidu vujudan vijdanan masdarlar ko'p. Vajada yajidu demak bizda mutaaddi ma'nosini bildiradi. Vajada topdim, bir narsani topdim, vujud topish. Demak siz bir narsani topasiz, vujudi shay'i degani bir narsani topasiz,
biror bir sifat ustida. Demak, af'al vaznida kelsa, foil yoki maf'ul bir narsani ustida ekanini, siz bir narsa sifatda ekanini, ya'ni bir sifatda ekanini topasiz. Hop, biror narsani biror sifatda ekanini ko'rsatish uchun. Mana, misol uchun ahmadtuhu, uni maqtalgan holatda topdim, ya'ni maqtalgan deb topdim. Qaranglar. Hamida bo'lsa, Hamida Ahmadu bir kishini maqtash. Ahmadaga soldingiz, af'aliga soldingiz tu. Endi Ahmad tu hu, ya'ni bu yerda uni men maqtadim emas. Odamlar maqtayotganini topdim. Odam qarasam, biror kishini maqtashayotgan ekan. Tushunali? Qarang. Af'alaning foili maf'ulini biror sifatda topadi va maf'ul esa fe'l aslining, ya'ni Hamida bu yerda maqtash fe'lining asli nima desa, o'sha maqtash fe'li. Foili yoki maf'uli bo'ladi. E'tibor beringlar. Qaranglar. Hamida fe'li deyapti. Foili mana tu. Tu zamirini topyapti bitta, ya'ni maf'ulini topyapti bitta sifatda. Endi o'sha sifat mana hamda aytish sifati mana u zamir, hu zamiri. Mana u fe'lning foili bo'lishi mumkin, maf'uli bo'lishi mumkin. Demak, Ahmada fe'li birovga hamd aytish edi, maqtash. Demak, tu foil, zamirni hu uni o'sha hamda ustida topdi. Lekin mana bu hu bor-ku, u kishi hamd aytmayapti. Hamd aytilgan bo'lyapti. Ya'ni vajadtuhu mahmudan. Ya'ni maf'uli. O'zi bu jumlada maf'ul fe'lni ham maf'uli bo'lyapti. Ahmada birovni maqtash, uni maqtalgan holatda topdim, u maqtalgan, fe'lni ham maf'uli bo'lyapti. Lekin mana bu misolda qaranglar. Abxoltuhu, uni baxil deb topdim deyapti, to'g'rimi? Demak, baxil bo'lish. Uni baxil deb topdim, hu nima topdim, topish fe'lini mana tu bajaryapti-da. Hu zamir, demak, hu zamir bo'lsa, mana shu baxillik ishini bajargan hu zamir bo'ladi. Tepasidagida, ya'ni vajadtuhu baxilan degani-da. Baxil so'zimiz ismi nima? Sifat mushabbaha vaznida, to'g'rimi? Sifat mushabbaha bu ismi foillik vaznini nima ma'nosini ifoda etadi. O'zi asli as-sifatul mushabbaha bismil fa'iliku, foilga o'xshovchi sifat. To'g'rimi? Ya'ni u o'sha baxillik ish harakatini kim bajaryapti? Hu bajaryapti. U baxil deb topdim, uni baxil deb topdim. Ya'ni baxillik ish harakatini, ya'ni baxillik sifatda bu sifatini sifat mushabbaha lozim fe'llardan yasaladi-yu. Demak, u degan odamimiz baxillik qilyapti. Buni kim topyapti? Tu, men topyapman, to'g'rimi? Tu zamir topyapti. Demak, mana ikkita misolimiz ikki xil. Abxoltuhu bilan ahmadtuhuni farqi bor. Demak, af'alaning foili maf'ulini, mana maf'ulini, ahmadadagi maf'ulini bir sifatda topadi. Mana baxillik sifatida va hamida hamd sifatida topayapti. Va maf'ul esa o'sha asl fe'lning aslini, maf'ul esa fe'l aslining, mana fe'l asli nima? Baxillik qilish va ya'ni hamd aytilish. Bunda hamd aytilish chunki maf'ul bo'lyapti. Hamd aytishlik, bunda baxillik qilishlik. Demak, aslini foili yoki maf'uli bo'ladi. Fe'l aslini bu yerda demak foili bo'ldi, maf'ulda bo'lsa maf'uli bo'ldi. Ya'ni ahmadtuhu deganda vajadtuhu mahmudan maqtalgan holatda topdim edi. Abxoltuhu deb bo'lsa, uni baxillik qilgan holatda topdim deyiladi. Bu narsalar kerakmi o'zi, boshimizni og'ritmaydi deyish mumkin-da kimdir. Kerak. Badiiy kitoblar o'qisangiz, chuqurroq ilmiy kitoblar o'qisangiz, ana o'shaning mag'zini yaxshi chaqib tushunish uchun mana shunaqa ma'nolarni bilishingiz kerak yaxshilab. Qaranglar. Yuqoridagi ma'noga quyidagi Amr ibn Ma'di Karibning Bani Sulaym qabilasi kishilariga aytgan gapi misol bo'ladi. Qaranglar. Sa'alnakum fama abxolnakum degan gapi bor. Ya'ni bu bitta jumlada, ya'ni ularni maqtab aytganda, sizlardan so'radik, sizlar fama abxolnakum, mana sizlarni baxil deb topmadik deb shu gapni aytganda, mana abxoltuhu, baxil deb topdim. Mana demak, abxolnakum desa, fama abxolnakum, sizlarni baxil deb topmadik degan ma'noda shu jumlani Banu Sulaymga nisbatan aytilgan. Demak, xo'p, keyingisi bu yoqda sal tezlashayotganmiz. Salb ma'nosi. Salb degani yulib olish, yo'qotish degani. Izala degani, izala yo'qotish, salb sug'urib olish. O'zi salb degani sug'urib olishdi.
Ya'ni foil maf'uldan fe'lning ma'nosini yo'qotish ma'nosida keladi. Fe'lning ma'nosini yo'qotishi uchun keladi. Misol, a'jamtul kitab. Kitobni tushunarsizligini ketkazma. Ujbatun tushunarsizlikni anglatadi. Tushunarsizlikni ujma deyiladi. Ya'ni ujma degani tushunarsizlik, ajama degan tushunarsiz bo'ldi. Af'al vazniga solinganda esa ana o'sha tushunarsizlikni ketkazish ma'nosini bildiradi. A'jam desa kitob tushunarsiz edi, a'jam desa tushunarsizligini ketkizdim. Tushunarsizligini yo'qotdim. Shu sababdan hamzatus salb deyiladi. Bu yo'qotish, anaqa teskari qilish nima hamzasi. Shu sababdan ham so'zlardagi tushunarsizlikni ochib beruvchi lug'at kitoblarini mu'jam deyiladi. Al-mu'jam mana a'jama fe'lini ismi fa'ili, ismi maf'uli. A'jama yu'jimu, mu'jim, mu'jam bo'ladi. Demak, lug'at kitobi, ya'ni tushunarsizlikni ochib berilgan kitob demoqchi. Al-kitabul mu'jam. Kitob, ya'ni ajamlik, tushunarsizlikni, ya'ni arablarga nisbatan begona so'zlar tushunarsiz. Shu tushunarsizlikni ochib berilgan so'zni demak mu'jam deyilyapti. Bu mu'jam kitobi, ya'ni bu sizni tushunarsiz holatga tashlab qo'ymaydi, qaytangi tushunarsiz so'zlarni ochib beradi. Tushunarli? Shuning uchun mu'jam deyiladi. Bu kalima shu vaznning ismi maf'uli hisoblanadi. Tushunarli? A'jamtul kitab desa, demak o'sha ujmani yo'qotgan bo'ladi, yulib olgan bo'ladi. Keyingi ma'noyimiz, subhanalloh, keyingisi li ziyadati. Ma'noni ziyoda qilish uchun keladi. Bu ya'ni ajoyib joyimiz. Qaranglar. Ma'noni ziyoda qilish. Hop, ziyada so'zimiz, qaranglar, shu birinchi shu ziyada so'ziga kirishib olaylik. Zaida shu ziyada so'zining ismi maf'uli, bu masdar, bu ismi fa'ili. Bu mutaaddi fe'l. Ziyoda qilish, mana qaranglar, ziyoda qilish uchun deyapmiz. Ziyoda qilish ma'noni li ziyadatil ma'na deb, bu yerda ma'no degan so'z yo'q, ma'noni ziyoda qiladi. Ya'ni zada yazidu ziyoda qildi, zaid ziyoda qiluvchi, zaida ziyoda qiluvchi degan ismi fa'il. E'tibor beringlar. Ismi fa'il vaznimiz sulosiy mujarradni mutaaddi boblaridan, fe'llaridan yasaladi, to'g'rimi? Mutaaddi fe'llaridan. Lozim fe'l bo'lsa sifati mushabbaha yasaladi. Demak, zaida desak ziyoda qiluvchi degan ma'noni bildiradi. O'zi ziyoda bo'lgan emas. Unaqa bo'lganda fa'il vaznida yasalmasdi. Fa'il vaznida biror bir narsani ziyoda qiluvchi narsaga nisbatan, mutaaddi fe'llardan biz ismi fa'il yasaymiz, to'g'rimi? Borib deb turib. Demak, ziyoda qilish. Ziyoda qilish uchun demak keladi. Ya'ni fe'lning ma'nosini kuchaytirish, ko'paytirish ma'nosida keladi. Misol, ashg'altuhu. Uni ko'p ishlatdim. Ashg'altuhu. Bu fe'l sulosiy mujarradda ham mutaaddi ma'noda edi. Shag'altuhu, ya'ni uni ishlatdim. Endi bu fe'lni af'ala vazniga solganda esa ziyodaroq, ko'proq bo'lganini bildiradi. Ko'proq ishlatdim. Tushunarli? Af'ala vazniga. Tushunarli? Af'alaga vazniga solsa ko'proq ishlatdim degan ma'noni bildiradi. Endi qaranglar, hozir nimaga biz mana bu yerda ziyadaga ko'p urg'u berib, ko'p gapirdik. Hozir mana bu yerda tushuntirib beramiz. Bu qo'shimcha ma'lumot. Shunday jar harflari, mana jar harflarini ziyoda ma'nosida kelishini ko'rganmiz, to'g'rimi? Misol uchun maja'ani min ahadin. Bu avomil kitobimizda, mana ochaylikda. Mana avomil kitobida mana va zaidatun deganda, mana min harfini zaida ma'nosi bor degan. Mana bu yerda ibtidoil g'oya, tabiiy tabiin deb turib, zaidatun degan. Nahvu maja'ani min ahadin deyilgan, to'g'rimi? Maja'ani min ahadin. Meni oldimga hech bir kishi kelmadi. Bu yerda bizda ko'p odamlar borku, shuni noto'g'ri tushunib qo'yadi. Ya'ni ziyoda shunchaki ma'nosiz deb tushunib qo'yadi. Yo'q, ma'nosiz emas. Mana ziyoda qiluvchi ismi fa'il vaznida turibdi. Ziyoda qiluvchi ma'nosida. Maja'ani ahadun desa, meni oldimga kelmadi desa, shunchaki bitta kishi kelmadi bo'lgan bo'ladi. Min ahadin desa, hech bir kishi kelmadi. Hech biring kelmadalaring meni oldimga deydi, ana o'sha ma'nosida. Tushunarli? Zaida degani ziyoda degani emas. Bu misolda ham meni oldimga hech bir kishi kelmadi. Bu misolda ham men harfi ma'noni ziyoda qilish maqsadida keltirilgan. Tushunarli? Bitta amaki bordi, arab manaqa YouTube'da chiqadi. Bilmayman musulmonmi yo'qmi? Qur'onda mana kerak emas gaplar bor. Mana zaida deb qo'yibdi mufassirlarning o'zi. Mustashriqda u sharhshunos.
mana men ortiqcha deb qo'yibdi. Mana zaida deb qo'yibsizlar o'zinglar. Mana mufassirlarning o'zi aytayapti. Zaida degani mana ortiqcha deydi. Mana ortiqcha so'z bor Qur'onda. Maqtanasizlar Qur'onimiz mukammal deb deydi o'sha. Yo'q, u tushunmaydi. U zaidani boshqa ma'noda, mutaaddi emas, lozim ma'noda tushunib qo'yapti u haligi shayx. Arab endi musulmon men bilmayman. Xullas u amaki chiqib juda ko'p gapiradi. Qur'onda xatosi bor, Qur'onda xato topishga harakat qiladi. Zaida degani o'zi ziyoda emas, birovni ziyoda qiladi. Nimani? Ma'noni. Mana maja'ani ahadun desa hech bir kishi kelmadi bo'lardi. Min ahadin desa hech bir kishi kelmadi. Tushunarli? Bu ma'noni ziyoda qilish uchun kelgan. Demak, shag'oltuhu desa uni ishlatdim. Ashg'oltuhu desa ko'p ishlatdim. Ko'p, ya'ni ko'paytirish uchun, o'sha mashg'ul qilishlik bo'lsa, birovni mashg'ul qilishlik bo'lsa, o'sha ko'paytirib berish uchun kelgan bo'ladi. Demak, fe'lning ma'nosini ko'p, ya'ni marta bu bajarilganini bildirish uchun keladi. Xo'p, keyingimiz ta'rid, arod degani nima qilish? Ko'rgazish, ko'rsatma qilish deganda, ta'rid degani ko'rgazma qilish. Ma'rod deb ham anaqani aytadi, ko'rgazmani. Kitoblar ko'rgazmasini ham al-ma'rodul kitob deydi, kitoblar ko'rgazmasi. Demak, ta'rid bir ishni ko'rgazma qilish uchun. Ana aba'tuhu, asal noto'g'ri yozib qo'yman. Aba'tuhu ba'a yabi'u, sotish. Aba'tuhu desa uni sotishga ko'rgazma qildim, uni sotish uchun ko'rgazma qildim degani. Aba'tuhu demak uni ko'rgazmaga qo'ydim degan ma'noda. Tushunarli? Af'al vazniga solsa ko'rgazmaga. Aqtaltuhu mana. Qatala degan o'ldirish edi. Aqtaltuhu bo'lsa, uni o'ldirish uchun ko'rgazma qildim, ko'rsatdim. Kim o'ldiraydi desa, "Mana o'ldirdim" ko'rsatyapti. Shuni aqtaltuhu bo'ladi. Tushunarli? Kim o'ldiraydi uni. Xo'p, demak, biz af'al vaznini nechta? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta ma'nosini yozdik. 6ta ekan albatta. Xo'p, ba'zi kitoblarda haligi gap mutaaxir kitoblarda shuni bo'laklarga bo'lib tashlangan. Mana ta'diyatni o'zini mana 3 xil ko'rinishga bo'lishgan. Mana Sayrurani ham bitta, ikkita, uchta, balki undan ham ko'proq bo'limlarga bo'lishganda, ya'ni biz bu Imom Taftazoniyning anaqalari, taqsimotlari kirgizib 6 taga jamlaganlar. Ya'ni undan tashqari yana bitta ixtiloflilari bor. Demak, 6 taga jamlab turib ko'rsatilgan. Tushunarli? Ba'zi kitoblarda buni bo'lib bir nechta turlarga bo'lib berishgan. Tushunarli? Biz Imom Taftazoniyning taqsimotlarini tanlab, bitta jamlanganini oldik. Xo'p, bundan tashqari endi haligi birinchi ishimiz ba'zi kitoblarda bo'lib tashlangan bular, ichidagi qismlari. Biz jamlab hammasini ba'zi bir-birini ichiga kiradigan, bir-biriga yaqin bo'lgan ma'nolar bir-biriga kirgizib yuborilgan variantini ko'rdik. Bu yodlashga osonlikni keltirib chiqaradi shu sababdan. Va ikkinchi yana bir turli ba'zi aniq ma'nolar borki, ixtilofli. Ya'ni af'ala va fe'lini, af'ala vaznini shu kabi ma'nosi bormi, yo'qmi degan ixtiloflilar bor. Uni keltirmadik umuman. Tushunarli? Mana anaqani jamlab keltirdik, ixtiloflilarni shunchaki keltirmay qo'ya qoldik. Hop, shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Endi fa'ala ma'nosini keyingi xudo xolisa videolarimizda gaplashamiz. Endi vaqt ham cho'zilib ketdi. Hop, video yoqqan bo'lsa like bosing, demak yaqinlaringizga ulashing, kanalimizga obuna bo'ling. Xudo xolisa shunday demak mavzularda demak bir xizmat qilib videolar chiqarishda davom etamiz. Alloh nasib qilganicha. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.